azimas bo'lib qoldi. Sanamlarga sig'inish biz uchun gunoh edi. Shunda ham bunga rozi bo'ldim. Demak, bularni bari yolg'on. Shuning uchun oilangiz bilan tanishtirmabsiz-da. E'tiqod o'zgarmasdan turib turmush qura olmaymiz. Sen hali ham hindsan. Uyga qanday olib boraman? Sen uchun hammadan kechdim. Gvaliorni tashlab Agraga keldim. Hammasi yolg'on. Sensiz yashay olmayman. Yo'q. Yashay olmayman. Yo'q, to'xtang. Muhabbatimsan. Iltimos, yetar. Bas qiling. Bo'ldi. Bas. Neha. Oy. Nima bo'ldi qizim? Gapir. Eshityapman. Menga qarang. U bilan bir marta gaplashing. Faqat bir marta. O'z qizingiz bilan. Ovozi juda xomush eshitilyapti. Gaplashib bo'lgan bo'lsang, go'shakni qo'y. Begonalar bilan gaplashmayman. Neha. क्या तुम अपनी मर्जी से बगैर किसी जबरदस्ती के इस्लाम कबूल करती हो? जी करती हूँ। तो मेरे बात दोहराओ। अशहदुल्ला इल्लाहा अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह। Ajoyib. Ajoyib. Juda yaxshi. Bugundan e'tiboran yangi isming Oliya. Xo'p. Bugundan e'tiboran yangi isming Nafisa. Kelinoyim keldilar. Salom. Kelinoyim keldilar. Salom. Buncha go'zal. Juda chiroyli kelin olib kelibsan-ku, Fayzan. Ichkariga kiring. Boring. Fayzanga qarang. Qanday chempion-a? Ham mazza qilyapti, ham mo'may pul ishlayapti.
Bu pul senga. Assam, Bengal va Biharda ma'lumotlar bor. Juda yaxshi. Faqat bir narsani unutmang. O'zga e'tiqoddagi qiz shunchaki qiz emas. U yangi bir shajara hisoblanadi. Uni o'sha yerdan uzib olib, o'z tomiringizga ulasangiz, kelajak avlod butunlay o'zgaradi. Oilalar almashgach, jamiyat yangilanadi. Bu butun Hindiston jamiyatini anglatadi. Biz ana shuni o'zgartirmoqchimiz. Maqsadimiz Hind qizlarini o'z tomonimizga og'dirish. Muhabbat har qanday quroldan qudratliroq. Ushbu e'tiqodsiz hindlar, ular o'zi kim? Bilsangiz, dunyodagi eng katta ahmoqlar, bu nodonlar markazlar ochishimiz uchun hatto ruxsatnoma ham berishdi. Bu o'zga din vakillari o'zlarini dunyoviy deb atashga shunchalik mukkasidan ketishgan. Bizdan farqli o'laroq, ular hatto farzandlariga zarur tarbiyani ham berishmaydi. Ana shuning uchun ham qizlarini yo'limizga boshlash juda oson. Qilayotgan barcha ishlarimiz qonunga to'la mos keladi. Shuning uchun nima qilsangiz ham dadil bo'ling. Yevropaga boqing. Fransiya, Belgiya, Niderlandiya, London. Maqsadimiz hamma joyda rivojlanmoqda. Kecha ozchilik bo'lgan joylarimizda butun partiyamiz hukmronlikni qo'lga olyapti. Demografiyani o'zgartirish bu asosiy kalit. Endi Hindistonga bir qarang. Taxminan 1 milliard 140 million hindning 560 millioni ayollar, ularning orasida esa 85 million turmushga chiqmagan hind qizlari bor. Qasam ichaylik, birortasi ham chetda qolmaydi. Barchasini o'z jamiyatimizga tortamiz. Bu ketishda keyingi 25 yil ichida butun mamlakat xaritasini qayta chizamiz. Har bir burchakda odamlarimiz muhabbat urug'ini sochadi. Qarabsizki, 2047-yilgacha butun Hindiston biz istagan davlatga aylanadi. Va hamma joyda qonunlarimiz joriy qilinadi. Yangi mototsikllarni kalitini oling va Fayzandan ham yaxshiroq natija ko'rsating. $4800 to'ladingiz. U qiz uchun $7200 sarflandi. To'g'ri fikr. Ammo seni nigohingda Fayzan bitta kichkinagina muammo bor.